Beshinchi. 7 yulduz, 12 burch aytiladi. Xudoning nomi bilan so'zimni boshladim. U yaratquchi, tarbiya qilguvchi, kechirguchi egam. Xudo butun olamni o'zi xolig'inidek yaratdi. Dunyoga kun va oyni yoritdi. Qara, falakni yaratdi. U doim aylanib turadi. Uning bilan billa falak chaqimi cho'gilaydi. Ko'k osmonni va uning ustidagi yulduzlarni yaratdi. Qorong'u tun va yorug' kunduzni yaratdi. Bu osmondagi yulduzlarning bir qismi bezak, bir qismi yo'l ko'rsatguchi, bir qismi kuzatguchilar. Bir qismi kishilarga yorug'lik beradi, bir qismi yo'l ko'rsatguchi. Uningdan kishilar yo'l topa oladi. Ba'zilari yuqoriroq turadi, ba'zilari tuvan. Ba'zisi yorug'roq bo'lsa, ba'zilari xira. Bulardan eng yuqorida sakantir harakat qiladi. U 2 yil 8 oy bir uyda turadi. Uningdan keyingisi, ya'ni ikkinchisi 10 oy bo'lib, u bir uyda 12 oy turadi. Uchinchi bo'lib qurut keladi. U qahri bilan harakat qiladi. U qayoqqa boqsa, yashargan narsalar qurib ketadi. To'rtinchisi yoshiq bo'lib, u jahonni yo'rtadi. Yaqinlashganni, qarshisiga kelgan narsalarni yo'rtadi. Beshinchi savit bo'lib, so'yimlik yuzini ochdi. Sana kulib boqsa, o'zingni xushal tut. Keyin orzu keladi. Tilak orzulaganlar uningga yaqinlashsa, o'z tilakiga yetadi. Bularning eng tövünide yolchiq harakat qiladi. U quyosh bilan qarama-qarshi beqishqanda to'ladi. Bulardan boshqa 12 burch bor. Ularning ba'zilari 2 o'ylik, ba'zilari 1 o'ylikdir. Qo'zi bahor yultuzi, keyin ud keladi. Arantir quchiq bilan bir-biriga yaqin yuradi. Qara, arslan bilan bug'doy boshi qo'shnidir. Keyin ulgu chayon bilan yoning hamriyi. Uningdan keyin o'g'loq, ko'nak ham baliqlar keladi. Bular tug'sa osmon yo'rib ketadi. Bilsang, bularning 3 atiyozliq, 3 yozliq yulduz, 3 kuzlik, yana 3 qishliq yulduzdir. Ularning 3 o't, 3 suv, 3 shamol, 3 tuproq bo'lib, shulardan dunyo va Allah paydo bo'lgan. Bular bir-biriga yov. Xudo yovga yov avatdi, janjalni to'xtatdi. Uchrashmas yovlar o'zaro yarışib qoldi. Ko'rinmas yovlarning o'chmanligi pasaydi. Yaratquchi Xudo hammani o'zi yaratdi. Yaratdi-da tartib soldi, bir-biriga muvofiqlashtirdi. Buningdan keyin amdi inson haqida so'zladim. Uning qadri qimmati bilim, aql, farosat bilan bo'ladi. İrfan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni avundirmoqchi.